Assalomu alaykum Ahmadjonuz kanalining ashaddiy obunachilari. Obunachilar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Xudo xolasa Tepog'dan qishlog'iga yetib kelamiz. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga seshanba 12-may 2026-yil. Xudo xolasa biz bugun Odiljon akamizni qo'yib fermalarga yetib kelamiz. Assalomu alaykum Odiljon aka. Va alaykum assalom. Ahmadjon keling. Keldim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi rahmat. Obunachilar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun videoni oxiriga ko'rasizlar degan umiddaman. Nimagaki naslga qo'chqorlarimiz haqiqiy ideal variantidan summalari ham o'ta chiroyli qilib, endi arzon qo'yib beramiz deb aytmaymiz, lekin boshqa yerga libojaga solishtirib olishaveradi. Narxlari xudo xolasa narxlari ham yo'lida bo'ladi. Videoni oxiriga ko'rgan odam adashmaydi. Videoni ko'rayotgan turgan aka-ukalar bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Ukamizni arzimagan mehnatini qadrlasalaring, xudo xolasa ukamiz uchun har doimgidek narxlarni 500 ming, 600 ming, 1 millionga da arzon qilib berishga harakat qilamiz. Kanalimiz yangi, Odiljon aka, xudo xolasa qo'ylar narxini sindirib berasiz. Kanalingizni rivoji uchun xudo xolasa narxlarni bash tushirib beraman, aka. Ko'ngilni to'q qiling, ikkilanmang. Gap yo'q Odiljon aka. Birinchi partiyamizga qanaqasi? Birinchi partiyamizga yoshlari 4 ish. Xudo xolasa mana noyobidan, arashanda tozasidan olaman degan aka-ukalarga. 4 ish ekan. Rosa tobida ekan Odiljon aka bu. Sportivniy holatda qo'yga ishlashga tayyor. Qo'yga ishlashlariga, yeb ichishlariga garantiyasi bor. Bir hafta yedishsa garantiyasini beramiz. Olib borib sovutamiz deyishmaydi, boshqa deyishmaydi. Shunday qo'shib yuboradi. Shunday qo'shib olishaveradi, xudo xolasa. Qo'chqarlar, obunachilarmi razvezga e'tibor beringlar. Ahmadjon. Garbonoslarni qarang. Garbonoslari zo'r mana. Quloq joylashuvlari o'ta kelgan mana. Ko'ryapsizmi? Quloq ham 19 atrofida. Qulog'i ham 19 ekan. Buni to'shini ko'ringlar, obunachilar. Ot to'shiga o'xshagan. Oldi ham nihoyatda keng, haqiqiy nasl bor. Oyoq qo'lda baquvvatligiga ham bir e'tibor berib ko'rsating. Oyoqlari ham stakan tuyoq variantilar. Hurmatli obunachilar, mana buni dumba razvezlari ham dakansa. Buni yungiga o'zlaring bittadan e'tibor berib ko'rasizlar. Hoji aka haqiqiy toza qo'ydi, yungi ham o'zi boshqacha bo'ladi, bilasiz. Xudo xolasa, lekin qo'ydi bir so'z bilan aytganda ideal ekan Odiljon aka. Qo'chqoringizga gap yo'q. Oyoq kiyimlari ham zo'r ekan, xudo xolasa. O'ylanmasdan, ikkilanmasdan gaziga bosib yuborishadi, dangal. Narxini ham o'ta yengil qilib beramiz. Narxini ham chiroyli qilib chiqarib berasiz. Bo'yini ham bitta o'lchaylik buni. Bo'yini mana, bo'yini. Teskari shu. Qarab turing bo'ybaslar. Mana bo'ybaslar. O'zlari bir olcha bo'lsin. Yerdan past. 95 ekan Odiljon aka. 90 plyusga olishaveradi. 90 plyusga olishaveradimi Odiljon aka? 90 plyusga olishaversin. Dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Xudo xolasa dastlabki xizmatlari ham bor ekan. Dastlabki xizmatlarimiz Samarqandga dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib beramiz. O'ylanmasdan, ikkilanmasdan aloqaga chiqishaveradi. Obunachilar, bilasizlar, bizning kanalimizda qo'ylarning bo'yi 4, 3, xudo xolasa bonus bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, like bosib Odiljon akam qo'ydi narxini ham chiroyli qilib chiqarib beradilar. Odiljon aka, buni bo'ladigan narxini ayting. Buni misol men savdolashmayman. Ha, bo'ladigan qilib. Bo'ladigan narxini aytaman. Mabodo ko'ngillari ko'tarsa 13 million so'mga telefon qilishadi, xayrini qilib beraman. 13 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dastavkasi bor. Samarqandga besplatniy dastavkasi bor. Ozmas xayrini ham qilib beraman. Telefonga odamga sunnatiga o'tib berasiz, Odiljon aka. Telefonga odamga ozmas xayrini. Lekin qo'chqorlar haqiqiy go'zal ekan. Obunachilar bo'yi 95 chiqdi, 90 ga olasizlar deyaptilar. Xudo xolasa badanlari ham semiz, hurmatli obunachilar. Olib borib sog'liqqa qo'shiladigan variantidan qo'chqordi, lekin emas Ahmadjon. Yo'q, unaqa emas. Holatda. Ha, shunaqa ekan. Shunday olib borib qo'yga qo'shgani urug'likka juda zo'r aytib. Juda zo'r bo'ladigan variant. Tavsiya qilaveraman. Qo'yda muammo yo'q. Qo'chqoringizga haqiqiy gap yo'q, Odiljon aka, ideal qo'chqor ekan. Xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q ekan mana obunachilar. Qo'chqor dumba razlezi ham dakansa, belgacha razlez degan shunday ekan, hurmatli obunachilar mana. O'zimiz ham ish qilib olganmiz. Lekin bizdan foyda qilsa sotamiz ham. Xudo xolasa Odiljon aka, mana qo'chqorni qaranglar, haqiqiy tinig'idan ekan. Kanaldagi ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa sunnatiga o'tib beraman deyaptilar obunachilar. Biz keyingi partiyaga o'tamiz. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham qo'chqorlar haqiqiy gulidan chiqdimi? Qo'chqorni qaranglar, haqiqiy go'zalda, hurmatli obunachilar. Bunday razlezlari ham dakansa variantida. Odiljon aka, buni yosh oyligi qanaqa? O'shakka o'tgan. Ikkisiga endi chiqib turibdi, obunachilar mana. Oldi tumorlari ham bor ekan, obunachilar. Oldi tumori bor, oldi to'shik kengligi. Qaranglar, haqiqiy go'zaldan. Yunglari ham toza ekan, obunachilar mana. Buni bo'ynini qaranglar, haqiqiy novosti bo'yniga o'xshagan, obunachilar. Buni Ahmadjon, bo'ynini qaranglar. Bu qo'ylarni bori bozordan saralab olingan qo'chqorlar hammasi. Hop.
Xudo xohlasa qo'yda muammo yo'q, ishlashiga ham garantiyasi beriladi. O'ylanmasdan, ikkilanmasdan gaziga bosib yuborish olsin. O'ylanmay telefonga aloqa chiqishadi Arjon aka. Xudo xohlasa o'ylanmasdan aloqa chiqsa, ishlarni bitirib beraman har qanaqa odam. Bunachilar mana o'ylanmasdan aloqa chiqargan, lekin qo'chqor oyoq kenglari ham haqiqiy keng variantidan, stakan tuyoq variantidan, hurmatli obunachilar, kassaklari ham haqiqiy baquvvat. Oq yuz, quloqlari ham o'ziga yarasha uzun, hurmatli obunachilar. Buni yelka kengliklari ham haqiqiy keng variantidan, badani ham yaxshi, hurmatli obunachilar. Olib borib so'liqqa qo'shsalang bo'ladigan variantidan. Xudo xolisa qo'yga ishlashlariga garantiyasi bor deyaptilar, hurmatli obunachilar. Buni bo'ylarini bitta o'lchaylikchi Olibjon aka. Mana hurmatli obunachilar, yerdan balandligi. O'zlaring ko'rib olinglar. 90 ekan Olibjon aka. Bo'ldi, 90 ga 85 plyusga olishaversin. 5 sm. 5 sm bonusmi Olibjon aka? 5 sm. Gap yo'q. Haqiqiy ertaga borganda biz uyalib qolmaylik. Gap yo'q Olibjon aka. Mana hurmatli obunachilar, bo'yi 90 chiqdi, 85 plyusga olishaveradi deyaptilar. Xudo xolisa qo'chqorda aybi yo'q. Ideal qo'chqor ekan hurmatli obunachilar. Buni bo'ladigan narxini ham sindirib bitta chiqarib beringchi, qo'chqor kuchliligidan $1000. Qimmat olib ketmaydimi Olibjon aka? Lekin qo'yingizga yana qo'yingiz oladigan narx Olibjon aka. Qo'yingiz arziydi. Siz uchun balandmi? Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlarini yozib qo'yishadi. Bo'pti, hop. Unaqa adbeda aytish o'tirmaydi. Dollar emas, so'mda qo'yib berasiz Olibjon aka. Mayda chudasi yo'q. Uni misol sotiladigan summasini aytib qo'ya olamiz, Ahmadjon. Bo'ladigan qilib ayting Olibjon aka. 10,5 million so'mga dastavka qilib beramiz. 10,5 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dastavkasi sizni bo'yningizda. Besplatniy dastavka. Telefon qilgan odamga Xudo xolsa xayr sunnatiga o'tib ham beramiz. O'tib berasiz Olibjon aka. Telefon qilib olaman degan obunachimiz uchun o'tib ham berasiz. Xudo xolsa qo'chqoningiz haqiqiy, garmonozlari ham haqiqiy tiniq variantidan ekan. O'ta chor. O'ta chor ekan, evlab bo'lmaydigan variantidan. Quloqlari ham nihoyatda go'zal mana. Quloqlari kenglarni qaranglar, hurmatli obunachilar, haqiqiy tozasidan. Yungi ham toza. Yungi ham toza ekan. Quloqlari ham stakan tuyoq, tuyoqlari ham baquvvatligini qaranglar, hurmatli obunachilar. Stakan tuyoq variantidan, hurmatli obunachilar. Dumbarazliz ham zo'r, oshcha katta emas dumbasi. Yo'q. Haqiqiy o'ziga yarasha 4 burchak tekis qo'yagan, hurmatli obunachilar mana. Qo'ysa to'g'ri bo'ladigan variantlar ekan, hurmatli obunachilar mana. Bo'lmasa biz keyingi partiyaga o'tamiz, Olibjon aka ketdik. Obunachilar 3-partiyamizga ham qo'chqorlar haqiqiy garmonozlari zo'ridan chiqdi, hurmatli obunachilar mana. Old tushlari ham haqiqiy ot tutushiga o'xshaydigan, old oyoq kenglari ham haqiqiy go'zal. Yoshligi qanaqa Olibjon aka buni? Bu ham shakka o'tgan, yaqinda o'tdi, shayda bizda. Mana obunachilar 2 tishga o'tibdi. Xudo xolsa qo'ydi kasaklarini qaranglar, haqiqiy baquvvat variantlar, hurmatli obunachilar. Qo'chqorni dumbarazligiga lekin haqiqiy ishqoz bo'ladigan variantlar ekan, hurmatli obunachilar. Dakkan sarazliz ekan, hurmatli obunachilar. Oyoq kenglari ham haqiqiy go'zal. Oyoqlari ham stakan tuyoq variantlar. Baquvvat, hurmatli obunachilar, Xudo xolisa qo'chqorni zo'ri. Ideal variantlar ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylarini ham bitta o'lchaylik Olibjon aka buni. Obunachilar, kanalimiz yangi, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana yerdan balandligi Xudo xolisa 90 dan kammi? 90 ekan Olibjon aka. 90 dan kam emas, Xudo xolisa. Qo'chqoringiz haqiqiy go'zal ekan. Bo'yi 90 variantdan, Xudo xolisa narxlari ham shunga yarasha. Narxini ham ideal qilib chiqaraverasiz Olibjon aka. Sizda arzon bo'lishini bilamiz Olibjon aka. Xudo xolisa kanalimiz yangi, boshqa kanallarga qo'ygan narxingizdan ham o'tib berasiz. Bo'ldi, mana qo'chqorni ham qarangda mana. Yungini olishsa Xudo xolisa qip-qizil bo'lib, toza qo'chqor bo'lib chiqadi, hurmatli obunachilar. Yungi olinmagan. O'zim olib beraman buni yungini ham. Mana hurmatli obunachilar, olib qo'ying junda desalar bo'lar ekan, o'zlari olib beradilar. Xudo xolisa qo'chqor ideal holatda, stoykalari juda zo'r. Qo'chqoringizga gap yo'q Olibjon aka, zo'r ekan. Sportivniy holatda qo'chqor. Haqiqiy naslga qiziqadigan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qiladigan variantimiz. O'ylanmasdan, ikkilanmasdan aloqaga chiqsa, ishlarini abzatini bitirib beramiz. Nimaga buni men sotgan o'g'limman. Ozinadan naflansam, to'xtamay sotaman. Bittadan videoni ko'rayotgan odamlar bittadan like bosib qo'yinglar, video maksimal darajada tarqaydi. Arzon qo'chqor qidirgan aka-ukalarimiz manfaatli bo'ladi, xudo xolisa. Narx aytiladigan bo'lsa, Ahmadjon, narx 9,5 million so'm xayr sunnati bor. 9,5 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dastavkasi bor. Telefon qilib addish so'ragan odamga xayr sunnati ham bor. Obunachilar qo'chqorni haqiqiy zo'r oldi. Xudo xolisa o'ylanmay aloqada bo'lasizlar. Ekrandagi nomerlarga 9,5 million so'mga boshqa kanallarga qaraganda haqiqiy arzon bo'ldi. Arzonga gap yo'q. Nimaga buni arzon qo'yapsiz? Siz kanalingizni rivoji uchun. Gap yo'q Arzon aka. Ahmadjon, Xudo xolisa
o'ylanmasdan, ikkilanmasdan gaziga bosib yuboradigan joy. Xudo xolasa. Aloqaga chiqishi. Gap yo'q Obidjon aka, lekin qo'chqordan haqiqiy sindirib qo'ydingiz. Kanalga bittadan obunani bosadigan qilib qo'ydingiz Obidjon aka, qo'ydi narxini. Xudo xolasa bo'lmasa biz keyingi partiyaga o'tamiz, hurmatli obunachilar. O'ylanmay aloqaga chiqib qolasizlar. Obunachilar 4-partiyamizga ham xudo xolasa qora munchoqdan chiqdi mana. Qo'chqorli haqiqiy go'zalidan. Yunglari ham toza variantidan. Dumba razlari ham dakansa, oyoq kenglari ham haqiqiy go'zal, stakan tuyoq, tushlari ham haqiqiy old oyoq kenglari go'zal variantidan, hurmatli obunachilar. Buni yosh oilalar qanaqa Obidjon aka? Mana Ahmadjon buni yosh oila. Realni bo'lsa bitta ko'rsatib ketaylik. Buni qarang. Hali qo'zi. Qo'zimi jonivor hali? Hali qo'zi mana. Mana hurmatli obunachilar, tishi qo'zi hali, hurmatli obunachilar. Hali tish yorishiga ham ancha borish kerak bu qo'chqor. Ha, hali tish yormaydi hali. Hali tish yorishiga ham ancha bor ekan, hurmatli obunachilar. Qo'chqor haqiqiy hali mayda Arashandi qorasidan. Arashandi qorasidan ekan haqiqiy. Dumba razlari ham dakansa, hurmatli obunachilar. Belgacha razlari degani shunda, hurmatli obunachilar mana. Dakansa. Buni oyoq kenglari qaranglar, haqiqiy go'zal u. O'ta oyoqlari keng ekan. Stakan tuyoq variantidan. Mana bo'ybaslari hammachi. 90 ekan Obidjon aka qo'ydi bo'yi. 90 olishi bo'lsa, 85 plyusga olasiz. Mendan nima ketyapti? Borganda hijolat qilib qo'ymayman. 85 plyusda olish oladimi Obidjon aka? 85 plyusga olishaversam, men 5-4 sm ichib ola olmas. Misol borganda shunday metrda qo'yishadi, 90 chiqsa xursand bo'lishadi. Gap yo'q Obidjon aka, haqiqiy bittadan like bosib qo'yadigan gap gapiramiz. Xudo xolasa qo'chqoringiz haqiqiy ideal variantidan ekan. Buni toza simjun. Toza simjun lekin qo'chqoringiz haqiqiy go'zal. Qora variantdan Arashandi qorasida olaman degan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Narxi ham xudo xolasa o'ta qulay bo'ladi. Chiroyli qilib chiqaverasiz narxini ham Obidjon aka. Narxlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsa Ahmadjon buni narxini deng. 9,5 million so'mga Samarqandga dostavkasini qilib beramiz buni. 9,5 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dostavkasidan yetib boradi Obidjon aka. Yetib boramiz. Xudo xolasa qo'chqoringiz lekin garbonoslari ham haqiqiy go'zal variantidan. Aloqaga chiqishaveradi. Gazini bosib kallasi ham hali qo'zi-yu, lekin molni kallasiga o'xshagan, hurmatli obunachilar. Kallaning kattaligini qaranglar, haqiqiy go'zal. Tushlari ham haqiqiy ot tushiga o'xshaydigan variant. Yungi ham haqiqiy simjun toza variantidan ekan. O'ylanmay aloqada bo'lasiz, hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerlarga. Bo'lmasa biz keyingi partiyaga o'tamiz. Obunachilar 5-partiyamizga ham, ya'ni oxirgi partiyamizga ham qo'chqorli haqiqiy go'zaldan chiqdi mana. Yunglari ham haqiqiy toza, dumba razlari ham dakansa, oyoq kenglari ham haqiqiy go'zal. Hop, stakan tuyoq, kasaklari baquvvat, tushlari ham haqiqiy go'zal, hurmatli obunachilar mana. Garbonoslarini qaranglar. Buni yosh oilalar qanaqa Obidjon aka? Qo'zi bu ham Ahmadjon. Endi ikkitishga chiqdi Obidjon aka. Buzibdimi? Buzibdi. Buzibdi. Obunachilar mana endi ikkitishga chiqibdi. Rosa tog'ida ekan. Xudo xolasa obodi qo'yib qo'shtirlar ham vobshe go'zal bo'ladigan variant. Buni ma'lumotlarni o'zingiz bitta beringchi Obidjon aka. Bu xudo xolasa Qirg'izistondan keltirilgan. Qirg'izistondan o'tgan. Simjun variantidan. Qirg'izistonda Arashan parodasi mana quloq joylashuvlarga ham bir e'tibor bering. Garbonoslar nihoyatda zo'r, go'zal joylashgan. Garbonoslar ham haqiqiy go'zal ekan albatta. Quloq joylashuviga ham bir e'tibor bering. Quloq joylashuvi ham nihoyatda zo'r. Qo'chqor haqiqiy xos. Hamma yo'q kelgan qo'chqorimiz. Buni mana yelkalarini qaranglar, hurmatli obunachilar. Yelka kengliklari ham vobshe ideal. Go'zal. Bo'ybasini ham bitta ko'ring o'zingiz. Bo'ybasini ham bitta. Bo'ybasini. O'z obunachilar o'zi baho berish olsin bo'ybasiga. 90 plyusda ekan Obidjon aka qo'ydi bo'yi. Maşallah. Lekin haqiqiy chos, hurmatli obunachilar, evla bo'lmaydigan variantidan, hurmatli obunachilar, o'zlaringda qo'yib olsalar, qo'chqor haqiqiy boshqacha. Obidjon aka buni bo'ladigani narxini ham chiroyli qilib chiqaverasiz o'zingiz. Narxga keladigan bo'lsak, Ahmadjon bu o'zimizga ham ozgina balandroq kelgan. Yaxshi qo'y, yaxshi pul bo'ladi. Obidjon aka obunachilarimiz ham bilishadi, xudo xolasa. 10 million so'mga dostavka qilib beramiz oxirgi narxi buni. 10 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dostavkasi bor. Lekin qo'chqorlar haqiqiy arzon bo'ladi, hurmatli obunachilar. O'ylanmay aloqada bo'lasizlar. Ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz, lekin qo'chqor haqiqiy go'zal. Endi ikkitishga chiqib turasa sog'ida ekan, hurmatli obunachilar. Qo'yga ishlashlariga, yeb ishlariga garantiyasi bor-a? Bir hafta yedirib, ichirib sinab olishaveradi. Gap yo'q Obidjon aka. Bo'lmasa obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz video syomkamizni to'xtatdik. Obidjon aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obunachilar bittadan like ayamay bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Like bosgan odamda xo'rozda mana shunday qo'chqorlar ko'payaversin. Sog' bo'linglar obunachilar.